Bog'laring bon, gullar asan, tog'laringdan suvlar oqar. Tangrim suyib bergan husning, buncha go'zal. Shu chamaning bunchasiman, ishilganing ertasiman. Yurtimni bo'ling maqtagan, jajugina erkasiman. Hay zorbonda. Ginang qursin, go'laqqa turqing qursin, bola bo'lmay mo'ysamni. Baqirma. Ha, to'g'ri, men senga baqirib o'tirmayman. Bir yo'la enaginangni uchqurg'onidan ko'rsataman men senga. Yo'q, ursangiz bolalarning huquqini himoya qilish organizatsiyasiga aytib beraman. Nima organizatsiyasiga? Ha, biz yoshligimizda enalarimizdan yumshoq joylarimizga o'xlovda qirs yeb katta bo'lganmiz. Bular kanalizatsiyani bilishadi. Organizatsiya. Ay, ishqilib nimanizatsiya? Tiyni qaram, turqingni qaram, tiyni qaram. Ha, buni ko'pimlab yuvib berasiz-da? Nima ulab? Ko'pimlab. Onajon, ko'pim bu Koreyaning eng oliy mahsulotlaridan kir yuvish kukunlari, parashoglari bor, suyuq gellari bor, kapsulalari bor. Hamma matolarga to'g'ri keladi va eng qiyin dog'larni ham bittada ketkazadi. 30 gradusga tashab turib, kir mashinada aylantirib olsangiz bo'ldi. Onajon, asosiysi-chi, ko'pim bolajonlar kiyimi uchun ham to'g'ri keladi. Gipoallergen. Nima allergen? Gipoallergen. Ey, vacharavatini o'zim bilaman ko'pimlab yuvishda. Zo'rmondalar hamma yo'lda bilishadi.